13-band. Yo'l transport hodisasida haydovchilar bajarishlari lozim bo'lgan shartlar. Yo'l transport hodisasi sodir bo'lganda unga daxldor haydovchilar quyidagilarni bajarishlari shart. Transport vositasini darhol to'xtatishi, avariya ishoralarini yoqishi va avariya sababli to'xtash belgisini qoidalarning 51-bandi talablariga muvofiq o'rnatishi, transport vositasini va hodisaga daxldor buyumlarni joyidan qo'zg'atmasligi, tan jarohati olganlarga birinchi tibbiy yordam ko'rsatish choralarini ko'rishi, tez tibbiy yordam va favqulodda qutqaruv xizmatlarini chaqirishi, shoshilinch hollarda esa tan jarohati olganlarni yaqin oradagi tibbiyot muassasasiga yo'lakay transport vositasida jo'natishi, buning imkoni bo'lmagan hollarda o'z transport vositasida olib borishi, u yerda o'z ism-familiyasi, transport vositasining ro'yxatdan o'tkazish davlat raqam belgisi haqida axborot berishi, o'z shaxsini tasdiqlovchi hujjatni yoki haydovchilik guvohnomasini va transport vositasining ro'yxatdan o'tganligi to'g'risidagi hujjatni ko'rsatishi va hodisa ro'y bergan joyga qaytib kelishi. Agar boshqa transport vositalarining harakatlanishiga to'sqinlik qilsa, dastlab transport vositalarining bir-biriga va yo'l tuzilmalari obyektlariga nisbatan joylashgan holatini, hodisaga aloqador buyumlar va izlarni guvohlar ishtirokida, shuningdek fotosurat yoki video yozuv vositalari bilan turgan o'rnini chizuvchi moslamalar yordamida belgilagan va transport vositasini zarur hollarda aynan shu holatga qayta joylashtirish imkonini beradigan holda qayd etishni amalga oshirishi, ularning yo'qolmasligi va hodisa ro'y bergan joyni aylanib o'tishni tashkil qilishning barcha choralarini ko'rishi, so'ngra qatnov qismini bo'shatishi, hodisa haqida ichki ishlar organiga xabar berishi, guvohlarning ism-familiyasini va yashash manzilini yozib olib, ichki ishlar organi xodimlarining kelishini kutishi. Yo'l transport hodisasi sodir etgan shaxslar voqea joyida qolishlari shart. Yo'l transport hodisasi sodir bo'lgan joyni tark etganlik uchun aybdorlar ma'muriy javobgarlikka tortiladilar. Agar yo'l transport hodisasi yo'l harakati qatnashchilarining shikastlanishiga olib kelgan bo'lsa, yo'l transport hodisasida aybdor shaxs O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 266-moddasida nazarda tutilgan jinoiy javobgarlikka tortiladilar.